qissa haqida bayon. Baxtli turmush sening qandoq o'tkazganligingga emas, kim bilan o'tkazganligingga qaraymiz. Muvaffaqiyatning yo'li sening qandoq manganligingda emas, kim bilan manganligingga qaraymiz. Qaltis o'rganish sening qandoq o'rganganligingda emas, balki kim bilan o'rganliging. Belki kim bilan o'rganligingda. Endi bu yerki kim bilan birlikda degan nihoyat muhim. Masalan, 3 parçalık haqida qissaning birinchi babiga qarasa, 3 azimatning shabdullikda do'stlikqa ahdilishi deb bor. Shunaqo, ya'ni birinchi bu 3 azimat birga kelib kim bilan Lubey va yumushunda birlikda bunda qildi deb kim bilan nimish qilyapti degan chiqdik. Mayli siz suv bo'yida qarang, mayli g'arb sayohatga qarang, mayli Qizilroq qarang, hammasida mush ideya bor. Masalan, g'arb sayohatda suvni kondivajilar kim bilan tangsinglar. Masalan, suv bo'yidagi kim bilan Sungjan qatorliq, Cho'g'ay qatorliqlar bilan shundami? Hammasida shu kim bilan nimish qildi, nagmangdi degan kim bilan munosabatlik, ya'ni baxtli munosabatlik. Hammasida o'rtaq bir ideya var. Ya'ni sen muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsang, bir ishda natija chiqarmoqchi bo'lsang, kim bilan birga turganligini qara, ya'ni do'stlar chamberligini qara, ijtimoiy turmush chamberligini qara, davatudi. Masalan, shu do'stlar chamberlik to'g'riliq burunmi anglagan bo'lishinglar mumkin. Bir odamning boy namorat boyligi qarash uchun uning 5 og'inisining boyligini yig'ib 5 ga bo'lsak, mushuning o'tirchi boylik chiqadi deydi. Shunga 3000 ko'y, 4000 ko'y oylik qoldigan oylikchining 5 dal milyon ağınsı yok. Milyonluk çıkıvatkan şu 5 aylarının birer 100 milyonluk, milyardlık ağınsı bulmaydı olan çembergide. Özü xas şu çemberden çıkan başka şu çemberdeki aletli yürüyorgan gap. Ona təqdirini özgərtməkdə olsan, birinci olub şu dostlar çembergini özgərt deyim. Məsələn, senin ətrafındaki 5 demping çığmindiğan, toksikletmindiğan ağıyların bolsa, senin maşin elçin mümkün emas. Eni novatsen şu dostlarınla oturup maşina alayım ki o bu diyen kilovatnim kılsa maşina alsan gündü mayca alaysa şu boşen alsa su kılıp kese anda kuldu rımnıt kılsa boğuyan kılsa da şundak bir pasif geplerini kuldu ve onunla tarafı hemen konuşarken 5 koyluk tokunca alıp koysam bir repti bilse şundak kolay neye toxtasan ki köfeyi mamayla o bu deyiş mümkün. Hem sizde mi bivasite maşinanız beden kızıqış, intiliş bulmaydı. Navada 5 ağınısının hemisi maşinisi olsa, bir yıl qalmay sen çoxum maşina evatsa, bu muqarrar. Yana bir adamning yaxshi yomonligini o'xshashlar, endi uning 5 ağıncısını kuzatib baxsa qildini va buning 5 ağıncısının hamisi araqkash, etganni kashkicha zaboyliq yurgansa, bu çoxum araqkash. Shunga qizlar o'g'illar loyiq tanlaganini o'sha ishlasanglar bu cho'q qarish tarafni yaxshimidi, qandaqdi, keyin qandaqlar deb jumay xatni so'rab jumay. Udulning 5 do'stini kuzatib baxsangiz, sizning shu loyiqingizmi dal shundaq. Buzuqning do'sti saq olmaydi. Araqkashning do'stimi chuqur araqkash bo'ldi. Masalan, shu qissa haqida bayon so'zlash jarayonida nurg'ullar dedi-ku, voy, guayu Lubeyga agashmay sav-savga agashgan bo'lsa, anda xuddi. Jugulyam Lubey bilan bo'lmay sav-sav bilan bo'lgan bo'lsa, jonni birlik keltiribdi, anda xuddi, mana xuddi. Demak, bunda vatida ularmi shu birlikda kim bilan bir yurishni muhim. Mağlanın çemberge Lubey bilan bo'lmay sav-sav bilan bo'lgan bo'lsa, anda xuddi, mana xuddi deydi. Demak, siz bu asardagilarning shu çembergening muhimligini his qilgankin, o'zingizning çembergega e'tibor bering. O'zingizning çembergega shunday siz yoqtirmaydigan passiv, nachar, nomrod shunday kishilarni chiqarib etdim. O'zingizning çembergini tozalashga, yanglashga qattiq ahamiyat bering. Bo'lmasa ular bilib bilmaylar sizga ta'sir ko'rsatib qo'yadi. Etraftaki muhitning ta'siri intayin kuchli, har qanday narsaning kuchli muhitning ta'siri. Mayli har qanday ishda. Yaxshi o'yinchi kitob deganlarga bir go'har chiqib qoldimi yana ballar saqlanganlar. Fransiyalik dunyoviy donglik yozuvchi Balzacning bir ömür aşık bo'lgan ayoliga yozilgan kitobi Yevgeniy Grandi. Anlaganmi? Kitobni burun bir o'qib kelmayman. Balzac bir ömür aşık bo'ldi bir ayolga. Biroq bu ayol bu Balzacni yaxshi ko'rmaydi. 50 yoshlarga kirganda o'zining eri o'lib ketgandan keyin shu Balzacning o'zini shunday yaxshi ko'rganligidan ta'sirlanib, buni bilan turmush qurdi, lekin yana bir qanchadan keyin ular yana ajrashib ketdi. Kitobning o'zining bahsi Aral 25 ko'y, 6 ko'y kirasi va 31 ko'y Urumchining kitobini soldi. Soni bak cheklik jumlalar bilan yana tugab ketganda ma'lumotlar yoqtirgan do'stlar tizdan setib olinglar. Rahmat.